Toshkent avtovokzalidan to'g'ridan-to'g'ri xalqaro yo'nalishlar bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi mavjud. Bulardan Toshkent Moskva, Toshkent Kazan yo'nalishi bo'yicha bemalol ishonchli biletlarni kelib, Toshkent avtovokzalining 2-qavatidan ofisimizdan hamda kassalarimizdan xarid qilishingiz mumkin. Yoki ekrandagi rossiyskiy hamda o'zbek nomerlariga bog'lanib, masofadan turib joyingizni bron qilib qo'ying. Avtobus reyslarimiz Moskvagacha 865 ming so'm bilet narxlari. Haftada seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzali peron qismidan jo'nab ketadi. Ishonchli biletlarni ekrandagi nomerlarga bog'lanib, bemalol bron qilib qo'yishingiz mumkin. Har bitta yo'lovchimiz uchun 50 hamda 60 kilogrammgacha bo'lgan yuklarni o'zlari bilan birga olib ketish imkoniyatlari mavjud. Avtobusga chiqayotganda esa yo'lovchilarimizning biletlari skanerdan o'tkaziladi, keyin so'ngra bemalol joylariga o'tirib olishlari mumkin. Avtobus qulayliklariga keladigan bo'lsak, qishi yozini ishlaydigan konditsionerlarimiz mavjud. Bundan tashqari zaryadniklar ham bor. Yo'l davomida sizning hamrohingiz bo'ladi. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.